Assalomu alaykum, men Lalitolarim. Mana bugun opam yana tort pishiriq qilyapti. Afganskiy Napoleon. Kelinglar, o'shitga bo'ldi ham. Hozir qatiq, masala, tuxumni sarig'i qilib aralashtirdi. Bularni hammasini mobilograf bo'lib o'zim oldim. Shunaqa chiroyli xamir qildi. Shu 6 ta tuxumni oqini aralashtirib, bezak qilib oldi. Shakar, bir narsalar soldi, kraxmal soldi. Shunaqa oppoq bo'lib chiqdi. Bu yerda cho'qilib ham turdim. Bu yerda opam chiroyli qilib yoyapti. Короче, o'tgan safar azvuchka qilganimda, shunaqa prikolniy qilib qilganimda qa'dagi o'nni yo'qlar negativ yozishdi. Men bilan ishi bo'lmasin ularni. Yozsa, men ham yozib qo'yaman, xafa qilib qo'yaman. Ular shunaqa qilib xamir tepasiga bezakni qildi. Bezak tepasidan hozir yong'oq sochadi. Yong'oq sochib 40 minutga qo'yib qo'yadi. Pastiga qo'yib qo'yadi. Shunaqa qisir-qisir bo'lib chiqadi. To'g'ri, birinchisi o'xshamadi. 82% margarin olinglar. Bo'lmasam o'xshamaydi. Keyin masni qildik. Kremiga moloko, maslo, qora moloko qildik. Keyin bitta molokoni shu masni surtdik. Hammasini ketma-ketlikda qilib chiqadi. Undan keyin chiroyli qilib qo'yib qo'yadi. Ertaga mehmon keladi deb yedirgizmaydi. Roza tutib o'tirdim, chut попробовать qildim. Shunaqa chiroyli go'zallik paydo bo'ldi. Men bu yoqda o'rtoqlarimga maqtandim, o'zim qildim deb keyingi videolarni ham kuzatib boringlar.